Glikometr apparat. Apparatni ko'rinishi har xil bo'lishi mumkin. Kompaniyaning nomi ham o'zgarib turadi. Bizda ko'proq semizlar, yumaloqlar taqalgan, bunaqa vidni ko'rmasangiz mumkin. Lekin prinsip hammasida bir xil ishlashi. Demak, bir yonida bunaqa kiradigan joyi bor. Bizda demak, bu apparatni o'zi o'rtacha где-то 4-5 yil bemalol ishlab beraveradi. Расходники mana hisoblanadi. Mana shuni sotib olish kerak bo'ladi. Demak, bu где-то o'rtacha olganda 200 metr turadi bizda. Bu ham 200 metr turadi. Ichida 50 ta dona bo'ladi o'lchaydiganda. Buni nima deydi? Poloska. O'zbekchada tilcha deydi. Birinchi qiladigan ishingiz apparatni рабочий состояниеga olib kelishingiz kerak. Ikkinchisi qon olishingiz kerak bo'ladi. Ikkita aytamiz. Spirt bilan bir o'ta qilish shart emas, просто влажный салфетка bilan artgandan keyin quritish kerak обязательно. Yoki просто qo'lni yuvib quritish kerak. Birinchi ochasiz. Poloskani olayotganda iloji boricha ehtiyot bo'linglar. Poloskada hozir ko'rsataman. Рабочий поверхность bor, mana serый ko'rsatilgan-ku. Ko'rasizlarmi? Mana bu yeriga qon tomiziladi, bu yeri ichkariga kiradi. O'shaning uchun mana shu yerga qo'l tegmasligi kerak. Qancha yog'li qo'lni ushlab olsangiz, обязательно bitta o'zgarish bo'ladi qanaqadir. Olayotganda o'shaning uchun orqa tomon bilan tortib olasiz, o'rtasidan ushlab olasiz. O'rtasidan ushlab, keyin demak, bu ko'k joy o'sha serый keng joy ichkariga kiradi. Bosib ichkariga kirgizgandan keyin ovoz chiqaradi o'zi. O'zi avtomatik yonadi. Hech nima bosish shart emas, qulay qilishni. Обязательно mana bu narsa chiqishini kutishlaring kerak. Bu tomchi chiqyaptimi? Apparat tayyor degani, qon tomiz deyapti. Hamma apparatda shunaqa tomchini nimasi chiqadi, rasmi chiqadi. Demak, qo'yasiz, bu tayyor. Birinchi ishni qildingiz. Ikkinchisi kodifikator. Yoki специальный o'zini nimasi bor, mana ruchkasi bor. Sosmenniy bo'ladi тоже. Yaxshiroq hisoblanadi o'zi, chunki og'riqni kamaytiradi. Böyle tortasiz, ichida ignasi bor, Ignasi agar har safar agar bitta odam ishlatsa, agar 4-5 kun bemalol ishlataveradi. Agar bo'lmasa har kuni har safar almashtirishingiz kerak bo'ladi. Hozir mana glubinasi ham o'lchasangiz bo'ladi, vaziyatga qarab, misol uchun teri qalinroq bo'lsa, agar chuqurroq, yoshlarda bo'lsa, sal pastroq o'lchasangiz bo'laveradi. Chunki qanchalik yuzakroq bo'lsa, shunchalik og'riq kam bo'ladi. Bu endi har kuni o'lchashadi, bemalol o'shani hisobga olish kerak. Demak, buni tortib otsangiz, otadi. Tak, yon tomonini tegish kerak, iloji boricha. Olasiz. Tak. Qonni обязательно yetarli miqdorda chiqarib olish kerak. Terlagan hisobiga suv bilan aralashdi. Iloji quritish kerak edi mana shu teringizni. Demak, mana qarang, chiqarib olganingizdan keyin yetarli qonni uchini olib borsangiz o'zi tortib oladi, e'tibor beringlar. Mana ko'rdingizmi? Tortib oldi ichigacha. Mana shu to'lishi kerak. Agar bu to'lmasa, o'lchamaydi yaxshi. Yeb qolaveradi. Nima qiladi? Demak, 5 sekunddan keyin sras javobini beradi. Matda endi hamma apparatda emas, manikini o'sha yashil ko'rsatdimi, demak yaxshi degani. Oranjoviy bo'lsa, ozgina ko'tarilgan, qizil bo'lsa juda ham baland degani. 5.2 yaxshi, demak, o'zi barmoqdan olinganda 5.4 gacha norma hisoblanadi. Venadan olinsa 6.1 gacha norma hisoblanadi. Bu o'zi tashlab yuboriladi, musor. Buni tashlaysiz. Bo'ldi. Yana qoladi. Yaxshi tomoni bitta misol uchun yoqsangiz pamyati bor. Misol uchun eski nimalarni ko'rsak bo'ladi. Jurnal qilib, mana shu tepada jurnal bor. Ko'ringiz, mana hozirgisi 5.2, 4.2, bu qizlar mana 6.1 chiqyapti, to'g'ri to'g'ri. 18, 15, 18.5. Это уже упали. 20 mana keyin mana bukvalar ham chiqadi, o'sha bukvalarni ham ayting. H chiqishi mumkin. Mana qarang, 31.7 ko'rasizmi? Juda ham baland. O'sha 30 dan o'tgandan keyin H chiqaradi. H degani nima degani? High. L chiqarish mumkin. Low degani past. M chiqadimi? Chiqmasa kerak. High bor, low bor, Y bukva chiqadi. Y chiqsa, demak, poloskada nimadir nito yoki poloskani srok o'tib qolgan, yoki poloska ochiq qolib ketgan, ochiq ham qolib ketmasligi kerak. Yopiq turishi kerak, обязательно idishda ayrimlar bor, bitta bemorlar keldi menga, hali paketchalar bo'ladi, o'shanga sog'ib. Mumkin emas unaqa qilish. Обязательно unaqa idishchasidan olib yurish kerak. Havo kirmasa, влажный kirmasligi kerak. Qon yaxshi to'lmasa, Y chiqarib beradi sizga.